Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda ko'rib turgan barcha turdagi zavodskiy beton mishalkalaringni qisqacha video obzorini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Bungacha sizlar kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Aytilayotgan narxlardan kanalimiz obunachilari uchun chegirmalarini qilib beramiz. Do'konimizda 160 litrdan boshlab 260 litrgacha bo'lgan zavodskiy beton mishalkalarimizdan yetib kelgan. Kimga qaysi variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol video tagida nomerlarimiz mavjud bo'ladi. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Ko'rishlaring mumkin. Bu zavodskiy beton mishalkalarimiz shesternali variantlarda bo'ladi. Shesternalarini ham ikki xil variantlarda yetib kelgan. Chugun shesternali hamda plastmassa shesternali variantlaridan olib kelib qo'yganmiz. Undan tashqari o'tgan safargi partiyadan qolgan samodelka sifat zavodskiy beton mishalkamizdan ham mavjud. Bu beton mishalkalarimizni barchasi ham chap tomonga ham o'ng tomonga to'kib foydalansalaring bo'laveradi. Juda ham yengil variantlarda. Motorlarini quvvatiga keladigan bo'lsak, 750 vattdan boshlab 1 kilovattgacha bo'ladi. Eng katta zavodskiy beton mishalkamiz 260 litrli zavodskiy beton mishalka bo'ladi. Buni ramalari ham, qolgan joylari ham ancha baquvvat bo'ladi. Shesternalari ham irik shesternalardan, hamda ichidagi pichoqlari ham 3 talik variantlarda bo'ladi. O'zini tog'oralari kattaligi uchun 3 talik qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Ko'rib turgan zavodskiy beton mishalkalaringni optim narxlarda qilib beramiz. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yadigan bo'lsalaring albatta. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina svetoforning yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Do'konimizda 160 litrdan boshlab 260 litrgacha bo'lgan barcha turdagi zavodskiy beton mishalkalarimizdan mavjud. Kelib bemalol xarid qilaverasizlar.